Yevropa parlamentining bir guruh nopuzliq a'zolari tarafidan hozirlab sunilgan Xitoyning Sharq Turkiston Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan qo'rqinchli qilmishlarini insoniyat qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish haqidagi qaror loyihasi bugun, ya'ni 9-iyun bosh shtabi Fransiyaning Strasburg shahridagi Yevropa parlamentining umumiy yig'inida ovoz qo'yilib, mutlaq ko'p sondagi parlament a'zolarining qo'llab ovoz berishi bilan rasmiy ma'qullandi. 8-iyun Yevropa parlamentida mazkur qaror loyihasi haqida nihoyat uzun keskin talash tortish va muzokara ilib berilgan edi. Bugun ma'qullangan mazkur qaror 14 moddalik izohat va 13 moddalik talabdan tarkib topgan bo'lib, qarorning izohat bo'limida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarata sistemalik va planli holda ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlar haqida Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasi, BDT irqiy qirg'inchiligini oldin olish komitetining va xalqaro mustaqil tadqiqot organlarining dokladlari va Yevropa birligining ilgari jazo lagerlari va Uyg'ur majburiy amkiga qarshi olgan qarorlar asosida nihoyat tafsiliy tushuncha berilgan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishlarining rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat shakllantirilganligi alohida ta'kidlangan. Mazkur qarorning izohat bo'limida yana Uyg'ur sud kollegiyasining hukmidagi sonliq ma'lumotlar naql keltirilib, Sharq Turkistondagi jazo lagerlarida tutib turilayotgan insonlarning sonining 2 million 600 mingdan 4 million 500 minggacha ekanligi qayd qilingan. Qarorning 13 moddadan tarkib topgan talab qismida Xitoy hukumatining jazo lagerlariga barliq insonlarni darhol shartsiz qo'yib berish, Uyg'ur ayollariga qartilgan majburiy tug'mas qildirish va bola tushirgizish qilmishlarini darhol to'xtatish, dalil isbotsiz holda tutqun qilish, majburiy emgakka silish, bolalarni ota va oilasidan majburiy ayiritish qilmishlarini darhol to'xtatish talab qilingan bo'lib, Yevropa birligi va uning tarkibidagi davlatlardan Uyg'ur majburiy emgakka chetishlik mahsulotlarining Yevropa bozorlariga kirishini to'sish uchun jiddiy harakat qo'llanish, Yevropa shirkatlarining majburiy emgakka chetilib qolmasligining oldini olish, majburiy emgakka chetishlik Xitoy shirkatlarining qora tizimligini turg'izib chiqib, ularga qarshi cheklash va embargo tadbirlarini yo'lga qo'yish, Xitoyga kuzatish sistemasining munosabatli texnikalarini setib bermaslik talab qilingan. Undan boshqa yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti huquq oliy komissarining bu qatim Xitoy va Sharq Turkistonga ilib borgan ziyorati jarayonidagi so'z harakatlarining hargizmi Yevropa birligiga a'zo davlatlarning, Yevropa parlamentining va Yevropadagi ommaviy tashkilotlarning asli arzusi emasligi ta'kidlangan qarorda BDT kishilik huquq oliy komissarining Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqidagi dokladini darhol e'lon qilish, Xitoyning Sharq Turkiston yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari haqida mustaqil tekshirish ilib berish talab qilingan. Qarorda yana Yevropa birligiga a'zo davlatlarning BDT irqiy ayrimchiligining oldini olish xalqaro ahdnomasining moddalariga amal qilib, o'zlarining bu jihatdagi majburiyatlarini ado qilishi talab qilingan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur qaror loyihasi Yevropa parlamentidagi Yevropa Xalqlar partiyasi, Markaz Yangilik guruhi, Sotsialist va Demokrat Yevropa konservativlar va islohotchilarni o'z ichiga olgan 4 cho'ng partiyaning qo'llashiga erishgan. Yevropa parlamenti Yevropa birligiga a'zo 27 davlatdagi 450 milliondan ortiq xalqqa vakillik qildigan 705 nafar parlament a'zosini tarkib topgan bo'lib, Yevropa parlamentining tarkibida 26 komitet, o'xshamagan partiyalarga mansub 7 siyosiy guruh, Yevropa birligining sirtidagi davlatlarning parlamentlari bilan aloqa quradigan 45 vakillar o'miki mavjud. Hozirgacha Yevropa birligiga a'zo 27 davlatning ichida faqat Gollandiya, Belgiya, Fransiya, Chexiya va Litvaniya qatorliq 5 davlat Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilgan bo'lib, Yevropa parlamentining ilingan yuqorgi qaror hozirgacha Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilmagan qolgan 22 davlatning parlamentiga bevosita besim shakllantirdi. Undan boshqa bugun Yevropa parlamentida asosli Uyg'ur majburiy emgakiga munosabatli bo'lgan Yevropa ittifoqining majburiy emgak mahsulotlarini cheklash haqidagi yangi tijorat belgilamasi qarorimi ko'p sonliq ovoz bilan ma'qullandi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim yuqori qaror loyihalarining qabul qilinishini qo'lga keltirish uchun 7-iyundan buyon Strasburg shahridagi Yevropa parlamentida qurultayning Yevropa parlamentida turishliq vakili Kuhn Stop apandim bilan birga ko'plagan parlament a'zolari bilan muhim uchrashuvlarda bo'lgan va Yevropa parlamentida yangidan asliga keltirilgan Uyg'ur do'stlik guruhining bu jihat harakatga keltirgan. Bugungi ovoz berish yig'inig'imi Kuhn Stop apandim bilan birga kuzatuvchi sifatida qatnashgan edi. Yuqori qaror loyihasi ma'qullangandan keyin mazkur qaror loyihasini hozirlashga qatnashgan parlament a'zolaridan Rafael Glucksmann va Engin Eroli apandilar bilan birga parlament oldida mazkur qarorni tabriklagan Dolqin Aysa apandim o'zining yurak so'zlarini izhor qilib mundoq dedi. Assalomu alaykum aziz vatandaşlar, Sharqiy Turkistonlik vatandaşlar. Bugun muborak bo'lsin, hammamizga muborak bo'lsin. Bugun tarixiy bir kun. Uyg'ur milliy mujodilasidagi biz tabriklaydigan bir kun. Albatta muborak bo'lsin deyishga to'g'ri kelmaydi, chunki Sharqiy Turkistonda Uyg'ur xalqimizga, millatimizga irqiy qirg'inchilik yurgiziladi, ammo bu qirg'inchilikni bugun dunyo tarafidan yana bir qatam e'tirof qilingan kun. 27 davlatdan kelgan 700 dan ortiq parlament a'zosi bugun Yevropa parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyat degan
bu kararını kabul kıldı. Bu münasibetle biz bütün halkımızı tebriklaymiz. Bunun için keç gündüz hizmet kılan nurgulluğun parlament azaları var, Uygur dostları var. Bu kararının çıkışı Uygurların yalnız emesligi, yetim emesligi, bugün Uygurların avazı bütün dünyaya anlatkanlığı, Uygurların kollaydıgan siyasetçiler, parlament azaları ve güzel insanların Uygurlarla bir septe ekenligini barak bu tarihi bir gün. Şununla bu Avrupa Parlamenti'nin hazır bu karar öttü. Şununla birge yana mecbur emgekni Avrupa'da çekleş kanunun birli öttü. Şunun için bu tarihi bir günü birli hatırlaşımız gerek. Hemimizge mübarek olsun. Mübarek olsun.